Salom hammaga do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, bugun sizlarga yangi YouTube kanalim haqida tushuntirib o'taman. Kanalimga kirsak, Intish MG, Intish pastki chiziqcha M.G13. Bu kanalni o'zi bir marta ochgan edim. Bu bloklandi. 13 yo'q edi. 13 qo'shib ochdim. Nega majbur bo'ldim? Manda 5 ta obunachi bor. Ularni ham tanishtirib o'taman. Ularga propiska qaytaraman. Chunki hozir ko'rdim obunachi. Tavsiya vlog yuritib, har xil challenge mingta bo'lish 2027-yilgacha YouTube.com Intish MG shu aytganimdek 13. Registratsiya sanasi 12-dekabr sanasida qilganman. Lekin o'sha paytlar ochmaganman. YouTube'ga unchalik qiziqim yo'q edi. O'shaning uchun 1-yanvar kuni 2026-yil YouTube kanal ochishni xohladim. Sizlarga qiziqarli videolar chiqarishni. Hozircha 3 ta short video chiqardim, chunki agar podpисчикimiz 20 ta bo'lsa, hozircha challenge o'tkazib o'tmoqchiman. Mana 859 marta odam ko'rgan, lekin hech qaysi 859 martadan 5 ta odam e'tibor berib like bosgan. Sizlarga gapiraman. Videolarni boshlanishda 3 ta video short chiqarganman. Ularni ham tanishtirib o'taman. Ba'zilar o'zlashtirishni ko'rsatib o'tsam, analizik. Короче, boshidan beri 5 ta obunachilar bor ekan. Почти 2000 tomoshalar, 20 ta like, 2 ta ulashuvlar, oxiriga ko'rishlar, 9 mingta oxiriga yetib ko'rishida hali video qo'yganmiz. Bugun faqatgina video qo'ydim. Oxiriga yaratish SMG ham obuna bo'linglar. Shu videolar, endi videolarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqdamiz. Por comeloncito, ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. 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 Ay, mi gatito, por comeloncito, ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau. Turfagullar içinde güzel bir lale kurdum. Qisqasi shu videolar. Manda 5 ta obunachi bor. Ularni ismini aytib o'tsam. Pretty Girl 2012 yoki 14 chiqdi. Shahlolol Karimjonov Adetda kegisi Begoyim va 3-chisi Rozbat cheklisi edi. Shunaqa esimga chiqdi. Короче, shular. Sizlar menga obuna bo'linglar, iltimos, kanalimni rivojlantirishim kerak. Bu video bo'ldi, chunki men astaroq gapirdim, shuning uchun. Mashhurlari hozircha bitta yoki ikkita. Hammasi yangi eskisi. Hali shular. Hali bugun qo'yildi, lekin kiribdi. Mayli. Do'stlar, sizlar menga obuna bo'linglar, please. Please, подписывайте. Вот ana shu so'zga cho'tdi. Haychalarim